Bu Fuzayl ibn Iyoz rahimahullohning tavsiyasi. Ulug' zotlardan bo'lgan Fuzayl ibn Iyoz rahimahulloh aytadilar: "Meni agar bitta duoyim bo'lsa-yu, shu duoyim aniq qabul bo'lishligini bilsam, men yurtni rahbarini haqqiga duo qilardim" deyaptilar. Shunda odamlar so'radi: "Ey Abu Ali, bizga tushuntirib bering, nega unday?" dedi. "O'zimga duo qilsam, uni foydasi faqat menga bo'ladi. Agar yurt rahbarini duo qilsam, bu bilan butun insonlar va jamiyatga foyda bo'ladi" degan ekanlar. Yurt rahbarini duo qilsak, butun jamiyatga manfaat bo'ladi. Shuning uchun bugungi duolarimizda yurt, vatan, davlat rahbari va barcha azizlarimizni duo qilishimiz kerak. Bugun faqat yaxshilik duolari bilan o'tkazishimiz kerak tunda azizlar. Nima so'rasak boshqasiga duoyimizni senga ham deb turadigan farishta borligini esdan chiqarmaslik kerak. Azizlar, senga ham deydigan farishta borligini unutmang. Yaxshisi hammaga baraka so'rang, tinchlik so'rang, osoyishta so'rang va o'zimiz uchun ham gunohlarimizni mag'firat qilishligini so'rab duo qilishimiz kerak. Qilinajak duolarimiz mustajab bo'lsin. Jannatida jamoliga musharraf aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.